birinchi qarang. Yuz osti 3 plus 1 degan. Keyin makrajda 4 plus 2 yuz ostida 3 deydi. Mana shu makrajdagi mana shu ifoda nimani to'g'ri kvadrat. To'g'ri kvadrat degan narsa. Mana yana bitta narsa o'rgatgandim. Pi degan formula o'rgatganman. Mana istakmi yoki yo'q? Mana pi degan formula. Mana yuqorigacha mana LG emas, buni olib yo'lab logaritm. Mana pastdagi asosli o'tadi. 4 plus 2 yuz ostida 3. Bu yuz ostida 3 plus 1 holatda o'tadi. Mana shu ifodani hisoblayman. Bitta pi degan formula o'rgatganman. Ildizlar bilan ishlashda. Bu yuz ostida a ning kvadratga aylangan b ning kvadrati. Keyin nima edi? Yuz ostida a plus pi taqsim 2. Keyin plus minus yuz ostida a minus pi taqsim 2. Formula havolisdan shu formula o'rgatgan edim. Hop, biz mana bu ifodani to'g'ri kvadratga ajratishimiz uchun mana shu formula orqali kelsak ham bo'ladi. Ya'ni pi degan formulaga qo'yaman. 4 kvadrati ayrilgan 2 yuz ostida 3 ning umumiy kvadrati va ularni yuz ostidan chiqarish kerak. Hisoblasak nima bo'ladi? 4 kvadrati 16 ayrilgan 2 ning kvadrati 4 ko'paytirgan mana yuzdagi ularni kvadrat qisqasi 3 9 chiqadi. Yuz ostidan chiqarsak 4 2 chiqadi mana shu yerda. Endi ana ikkinchisiga qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi? Umumiy yuz ostida 4 qo'shilgan 2 taqsim 2 keyin qo'shuvmi ayrimmi? Mana shu yerda plus bo'lsa, plus minus yozganimizda 4 plus bo'ladigan bo'lsa biz plus yozishimiz kerak. Agar mana shu orasidagi minus bo'lsa, minus ishoratini yozishimiz kerak. Pi dagida doim mana shu orasidagi minus bo'ladi aytib keldim. Hop, plus yozar ekanman. 4 ayrilgan 2 taqsim 2. Ifodani hisoblasak 6 ni 2 bo'lsa 3 yuz ostida. Keyin qo'shilganimi? 1. Demak, mana shu ifodani to'la kvadratini beradi. Ya'ni to'la kvadrat nima degan narsa? Mana buni umumiy kvadrati, mana shu umumiy kvadrati mana shu ifodani beradi. Ya'ni yuz ostida 3 plus 1 ni xavs kvadrat. Birinchi formulaga hisob ochib chiqsak a plus b ning kvadrati a kvadrat plus 2a plus b ning kvadrati degan formulaga qo'yib ochib hisoblab chiqamiz. Xuddi shu narsaga qaytaradi. Demak, mana shuni o'rniga yozib olaman. Shunda logaritm nima bo'ladi? Ma'lum yozamiz. Yuz ostida 3 plus 1 ning umumiy kvadrati tepada yuz ostida 3 plus 1. Nima? Ma'lum makraj ushladi. Bir taqsim ushladi. Shunda 1 taqsim 2 degan javob chiqadi. Mana 3 plus 1, 3 plus 1 lar logaritmlar yo'qoladi. 1 taqsim 2, ya'ni 0.5 degan yechimni beradi. Tushunarli? Hammasi bir-biriga bog'liq. Mana ildiz degan asl. Bu holatdagisi nima qilamiz? Boya aytdim, logaritmga kvadrat berib qo'ysa, uni nima qilamiz? Umumiy qilib yozib olsa bo'ladi. Shunda mana bu LG x ni kubi n kvadrati pastda LG nima deyapti? X kvadratga kub deyapti. Keyin ko'paytirish kerak deyapti. Mana shu LG ni mana x ni daraja bo'lish olsak 1 taqsim 2 deb yozsak bo'ladi. 1 taqsim 2 oldiga tushib ketadi. Va yana nima? Mana nima oldiga tushirsak bo'ladi? Mana nima oldiga tushirsak bo'ladi? Logaritmni oldiga. Xuddi shuni yozsak nima bo'ladi? 3 LG x ni umumiy kvadrati makrajida 2 LG x larni kubi ko'paytirilgan 1 taqsim 2 ko'paytirilgan LG x. Endi shu yerda bitta belgilash kerak bo'ladi. Qanday belgilash? LG x ni nima desak bo'ladi? Xohlasak a, xohlasak b, xohlasak c. Mana a deb belgilayman. Mana shu LG x ni a deyman va o'rniga qo'yib ketaman. Shunda nima bo'ldi? 3 ko'paytirilgan a larning umumiy kvadrati makrajda 2 ko'paytirilgan a ning umumiy ko'paytirish 1 taqsim 2 ko'paytirilgan a. Hop, shularning darajalarini ochib to'g'rilasak, kvadrat 9 a ning kubi makrajda 8 a ning kubi ko'paytirilgan 1 taqsim 2 ko'paytirilgan a kvadratdan a kub va a qisqasi a o'zi yo'qoladi. Ya'ni nima? Shaharga
Bilmem. Qanaqa fikr bor shunga? Ana ikkini chiqarmoq kerak. Ma'lum chiqarib olish kerak. Ammo qaytarish kerak joyiga. Buni oldi sonlar yo'q. Demak, asoslari oldi, qo'shganda ko'payadi. Asoslari oldi, qo'shganda ko'payadi. Chiqarib olib hisoblab olamiz. Biroq tez hisoblab ketsam, umumiy qilib yozib olsam. Mana bu logaritm 6 asos turi bo'ladi. Logaritm 6 asos turi nima bo'ladi? 27 ni ko'paytirish kerak. Nechiga? 4 ga. 280. Aslida nima bo'ladi? Logaritm 6 asos turi. Bu bizasida 0.25 bo'lgan. Bir taqsim 4 degani. Ko'paytirish kerak nimaga? Bir taqsim 3 ga. Bularni umumiy kubik. Endi nima qilamiz? Pastdagi ildizni ham daraja ko'rsatish shaklida yozsam o'sha. Daraja shaklida yozsam nima bo'ladi? To'rda kvadrat, mana to'rda, men 2 ning kvadrati deyman-da. 2 ni minus 2 taqsim 3 bo'ladi. Minus 2 taqsim 3 shaklida yozsam bo'ladi. Mana 3 ni ham 3 ni minus 1 deb yozsam bo'ladi. Mana bu darajadagilarni oldiga haydasam bo'ladi. Tepadagini-chi? Mana daraja shaklida yozaman, daraja shaklida yozaman. Nima deb yozaman? 3 ni kubi ni kvadrat. Ikkalasini ham haydash kerak oldiga. Hop, nima bo'ladi? Shunda 3 kare 2 kare logaritm nima bo'ldi? 6 ko'paytirib bo'lish kerak. 6 bo'lib qoladi. Pastda minus 2 taqsim 3 ko'paytirib minus 1 keyin logaritm 6 asos turi 2 ni shu ko'paytirib bo'lish kerak. Darajalar yo'qolyapti, 6. Bularni umumiy kubidir. Ifodani hisoblasak nima bo'ladi? Mana logaritmlar o'zi 1 1 degani, mana bu tepada 6, pastda 2 taqsim 3. Bularni kubga oshirish kerak. Tashqaridagi. 6 ni mana bu ifodaga bo'lsak nima bo'ladi? Ko'payish qilamiz. Shunda 18 taqsim 2 qoladi. Shunda uning kubi. 18 2 ga bo'lsak 9 ga bu 729 degan. Ifodani yechimi 729 ekan. Tushunali? Hop. Kelmasa. Bizga sal yaxshigina qiyinroq qiladi. Bu yerga 300 ta bo'ladigan bo'lsa, logaritm ikki asos turi pastda bo'lish minus 1 plus logaritm ikki asos turi minus 'Qisqasi, shu ikkisini yechimini toping. Bizga bitta narsani berib qo'ygan. Yuqoridagi ifodani berib qo'ying. Izosi 3 dan 1 ni ayirgan, pastda qo'shilgan. Izosi 6 minus 2, pastda qo'shilgan. To'xtatmagansiz. Ma'nosi kelasi. Qanaqa qilsak bo'ladi mana shu ifodani? Sistema qilamiz, qarang. Mana bu ifoda nimagadir tengligini biz o'zimiz belgilab olamiz-da. Men birorta bir x deb olsam, yoki misol uchun mana shu ifodani qanaqadir k yechim chiqadi desam. Farqi yo'q, xohlagan istalgan farqi yo'q. Ikkalasini sistema qilaman. Sistema qilganimda ikkalasini bir-biriga qo'shib yuboraman. Maqsad nima qo'shib yuborishdan? Qarang. Logaritm asosida 2, bunda ham 2 mi? Ko'paytiriladi. Buni qo'shilganda ma'lumotlar ko'payib ketadi-da, formula bo'lib qoladi. Ko'paytirganda ma'lumotlar qo'shish bo'lganda ko'payib ketadi, bu ham formula. Izosi 6 ning kvadrati minus 2 ning kvadrati. Shuni bitta to'liq yozsa nima bo'ladi? Pastdan tepaga yoki tepadan pastga qarab qo'yish. Umuman farqi yo'q. Logaritm
2 square yuzasida 3 minus 1 keyin qo'shilgan logaritm 2 yuzasida 3 plus 1 keyin tepadan pastga qarab o'tadi. Yana qo'shuv logaritm 2 square yuzasida 6 minus 2 qo'shilgan logaritm 2 square yuzasida 6 plus 2. Keyin nima bo'ladi? A'ga qo'shib olish kerak, k'ni bo'ladi. Shunaqa? Men formula logaritm qo'shganda ko'paytirib olaman. Men ikkalasini ko'paytirib olib, bir to'g'ri yozib ketsam nima bo'ladi? Logaritm 2 asos ko'ram bo'ladi. 160 kvadratda mana shu yerda 2 bo'ladi. Shunaqa? Qo'shilgan. Men ikkalasini ham bir to'g'ri formulasi. Ya'ni mana bu 160 6 ayirgan 2 asosida 6 qo'shilgan. Shunda 6 to'g'ri bo'lsa, 6 logaritm 2 asos ko'ra 2. Shunda a qo'shilgan ekan. Shunaqa? Hop, bular mana ham 1 birga birga qo'shsak, mana bu ham 1. Qisqasi mana shu yerda 2. Demak, 2 teng bo'lishi kerak. A ga qo'shsak k. Biz mana topishimiz kerak. Mana ikkinchi ifodani qiymatini k topish kerak. Demak, k ga tenglashi kerak. K nimaga teng bo'ladi? 2 a ga qanday? Qani, a ni narxi haydab oldimda. Ayrish qilib oldim. K shuni teng bo'lib qoldi, k degan a ga. Savol? Bo'ldi, ifoda qilib shunaqa deb deyishadi.